Assalomu alaykum do'stlar, qadrli futbol ishqibozlari, YouTube kanalim obunachilari, salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Yana biz va yana videolar qilyapmiz, rozi bo'lib qolasiz. Bu safar ham audio podkast va o'ylaymanki bu video ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Videoning mavzusi afishadan ko'rganingizdek, O'zbekiston Kubogi 2025 favoritlar haqida bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston Kubogi joriy mavsumga qur'a tashlandi va guruhlar nomi aniqlandi. Bugungi videoda mana shularga atroflicha to'xtalishga harakat qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Demak, do'stlar, O'zbekiston Kubogi joriy mavsumiga qur'a tashlangan, guruhlar nomi ma'lum bo'lgan. Avvalda bitta narsani aytib o'tamiz. Barcha guruhlarda 4-jamoalar aniqlanmagan. Ya'ni hozircha Superliga va Pro Liga jamoalaridan o'rin olgan 4-jamoalar 3 va 4-liga jamoalari o'rtasidagi o'yinda g'olib bo'lgan klublar joy oladi. Shunda A guruhida Orol, Sog'diyona, Semetchi, B guruhida Andijon amaldagi chempion va mana shu mavsum kubik finalchisi, ya'ni final mezboni bo'ladi. Stadion e'tibori bilan Surxon Dinamo bilan bir guruhdan joy olgan, Mashal Sho'rtan Olimpik, Navbahor Neftchi Fardu, Qo'qon 1912 Zomin Qizilqum, Bunyodkor Buxoro Lokomotiv, Paxtakor Olmaliq Nasaf, Mobius Xorazm Jayxun. Ya'ni bular guruhlar ketma-ketligida joy olgan. Aytishda biroz shoshildim, lekin ko'rib turibsiz, A'dan I'gacha o'rin egallagan guruhlar. Va keling do'stlar, dastavval mana bu H guruhi haqida to'xtalsak, chunki bu yerda 3 ta katta klub bor: Nasaf, Paxtakor hamda Olmaliq. Va dastavval Qarshining Nasaf klubi haqida to'xtalsak, Nasaf Qarshi jamoasi amaldagi Superliga chempioni bilasiz va nomlar e'tibori bilan ham hozirgi kunda Superliga klublari orasida eng nomdori. Endi to'g'ri, bu mavsum oldidan ba'zi yetakchilar boshqa klublarga transfer qilindi, lekin shunga qaramasdan, shunga yarasha boshqa futbolchilar bilan o'rni qoplandi. Ayniqsa hujum chizig'iga olib kelingan katta nomlar, Dragan Cheran, Rubin Hebaylar agarda hujumda ajoyib tandem hosil qiladigan bo'lsa, bilmadim, bu Nasaf hujumi juda qo'rqinchli o'yin ko'rsatsa kerak. Mana shular e'tibori bilan Nasaf turnir favorit klublaridan biri. Menimcha yana Nasaf favorit maqomida o'ynasa kerak. Guruhning yana bir jamoasi Paxtakor esa Nasaf bilan hamohang ravishda tarkibda sezilarli o'zgarishlarni amalga oshirdi va ajoyib natijalarni qayd etmoqda. Paxtakor Osiyo Chempionlar Ligasi elitda Al-Hilolni mag'lub etdi. Undan sal oldinroq esa Al-Saadni ham taslim etgan edi. Menga ko'proq jamoani ko'rsatayotgan o'yini yoqyapti. Chunki natijalar doimo bir xil bo'lmasligi mumkin. Ammo o'yin bo'lsa, istalgan klub realizatsiyada muammoga duch kelmasa, yaxshi natijalar qayd etishi mumkin. Paxtakorda ham ayni mana shunday holatni kuzatyapmiz. O'zidan bir muncha kuchliroq bo'lgan Hilolni mag'lub etdi. Ustunlik bilan yengani menga juda ham yoqdi. Marero esa tizimli ravishda ishlaydigan bo'lsa, sherlar Kubokda ham, Superligada ham, xalqaro maydonda ham yaxshi natijalar qayd etishi mumkin. Navbatdagi katta jamoa Olmaliq do'stlar, AGMK mana shu guruhdan joy olgan. Kecha O'zbekiston Superligasiga start berildi. Darvoqe, birinchi tur o'yinlariga va Olmaliq dastlabki o'yinda Buxoroni mag'lub etdi 2-1 hisobida. Shu o'yinni ko'rdim, Olmaliq tarkibidagi futbolchilarni sinovdan o'tkazdim o'zim uchun. Yomon o'ynamadi. Mirjalol Qosimov shogirdlari o'zi unaqa katta o'zgarishlar bo'lmagan, aksincha bir nechta katta nomlar klubni tark etgan. Ayrimlari futbolchilik faoliyatini yakuniga yetkazdi. Sanjar Tursunov singari o'yinchilar. Shunda ham OGMK o'yinini yo'qotmadi. Endi to'g'ri, o'sha uchrashuvda Buxoro bilan o'yinda so'nggi soniyalarda gol tahlil qilinyapti. Haligacha qo'l bilan o'ynab yuborgandi, hakam ko'rmadi degan mazmunda. Bilmadim, mavsum kerak shekilli. Olmaliq haqida fikr bildirgan. Endi esa B guruhiga to'xtalamiz do'stlar, chunki bu yerda boyagi guruhdan qolishmagan tarzda kurashuvchan jamoalar o'rin egallagan. Andijon, Dinamo, Surxon. Ayniqsa Andijon hozir chempion maqomida o'ynaydi, darvoqe, amaldagi chempion. Kubokda Navbahorni taslim etgan holatda tarixida ilk bor katta sovrinni qo'lga kiritgan Vodiy klubi. Mana shu e'tibori bilan bir tomondan biroz chempionlikni saqlash vazifasi turibdi va ikkinchi tomondan klub xalqaro maydonda o'ynaydi. Tarkibida ham hozir yo'qotishlar u qadar katta bo'lmadi, to'g'ri, ketdi. Asosiy futbolchilar ketdi, lekin u ham xuddi Nasafga, Paxtakorga o'xshab turib
pozitsiyalariga yopa oladigan futbolchilarni olib keldi. Hamma gap murabbiyni yondashuvida deb o'ylayman, chunki boya aytganimdek xalqaro maydonda ham parallel ishtirok kutib turibdi. Mana shu tomondan Andijon klubi fokusini qaysi tomonga qaratishi mana shu tomonda juda qiziq. Guruhning keyingi jamoasi Dinamo esa Samarqand klubi. To'g'ri, u qadar katta transferlarni qilmadi, lekin eng muhim tomoni asosiy futbolchilarni saqlab qoldi. Mana shu tomonlama klub bilmadim, kubikda bu yil yaxshiroq qatnashsa kerak, ayniqsa Superligada ham davraviy tizimda o'zini ko'rsatishi mumkin. Menga yoqqan tomoni tarkibda boya aytganimdek asosiy futbolchilar ketib qolmadi, ayniqsa Hoji Mirzayev. Top klublar Superligada uni rosa so'ragandi, lekin sotilmadi. Va Vadim Abramov tajribali murabbiy, taktik jihatdan ancha kuchli bo'lgan murabbiy. O'tgan yil ham Dinamo yomon boshlamagan Superligani. Dastlabki turlarda juda ko'p o'yinlarda duranglar qayd etgandi katta jamoalar bilan. Ko'ramiz endi bu mavsum ham Dinamoda mana shunday surprizlarni kutib qolamiz. Keyingi jamoa esa Termizning Surxon klubi. Surxonda ham shunaqa holat. Surxon yetakchilarini saqlab qoldi va parallelida bitta-ikkita futbolchilarni, yaxshi sifatli futbolchilarni transfer qildi. Mana shu tomondan Surxon ham ancha kurashuvchan klub hisoblanadi. Bu guruhda ham juda ko'plab voqealar sodir bo'lsa kerak. Navbatdagi qiziq guruh esa bu I guruhi, chunki u yerda vodiy jamoalari tizilib olgan. Navbahor, Neftchi, Fardu va agar Turon tushib qoladigan bo'lsa, juda qiziq bo'ladi. Va men ko'proq Neftchi haqida to'xtalgan bo'lardim. Sababi Neftchi Farg'ona klubi bildingiz qishki transferlar oynasida qanday transferlarni amalga oshirganini. Navbahorni yarim jamoasini sotib oldi. Tabatadze, Iskanderov, Sayfiyev, Ibrohim Halil Yo'ldoshev, Ikrom Aliboyev, Boltaboyev shunaqa katta transferlarni amalga oshirgan Neftchi ko'ramiz endi qanday mavsumni o'tkazar ekan. Endi baribir nomlar e'tibori bilan yaqqol favorit do'stlar, lekin bu futbol va futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin. Hozir ayrim muxlislar Chelsea bo'lib qolsa kerak degan taxminlarni qilyapti, chunki Chelsea ham katta transferlar qilib qanday holatga kelib qolganligini ko'rdikda. Endi ko'ramiz bu yog'iga, mavsum ko'rsatib beradi. Lekin guruh Neftchi uchun u qadar fojiali emas. So'nggi guruhga to'xtalamiz, qiziqarli guruhga. Bu yerda Bunyodkor, Buxoro, Lokomotiv tarixan ancha yaxshi jamoalar. Pro Liga g'olibi Buxoro, Lokomotiv Pro Liga ishtirokchisi va Bunyodkor o'zgarayotgan, yangilanayotgan Toshkent jamoasi. Ko'ramiz bu mavsum muxlislarni qanday xushnud etar ekan. Lochinlar o'zimma o'tgan mavsum ham O'zbekiston kubogida chorak finalgacha borgan edi. Ya'ni yaxshi natija qayd etgan edi, bunday olib qarasa. Va Superligada ham to'g'ri biroz muvaffaqiyatsiz mavsum bo'lgandi. Butun mavsum davomida xavfli hududda yurdi va oxiri ilinib qoldi Superligada va bu yerda murabbiyning effekti kattaroq bo'ldi deb o'ylayman. Va bu mavsum ham Bunyodkor juda ko'plab muhim futbolchilarni saqlab qoldi. To'g'ri, himoyada Ismanaliyev Andijonga ketdi, yana boshqa futbolchilar, lekin baribir qoldi. Kattaroq figuralarni olib qoldi va plus do'stlar, juda katta plus. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi, Paxtakor futbolchisi Odil Hamrobekovni tarkibga qo'shib oldi. Ba'zan shunaqa bo'ladi-da, bitta katta nom ham juda ko'p narsalarni hal qiladi. Bunyodkorda esa bunaqa nomlardan ko'p. Misol uchun Temurxo'ja Abduxoliqov ham tarkibda borligini aytib o'tishimiz kerak. Shu tomondan Bunyodkor ham yaxshi natija qayd etsa kerak.